Assalomu alaykum. Super 11:05 traktor haydovchilari, ishqibozlari. Mana hozir bizga mana bu 11:05 selovoy ishlamayapti deyishdi. Xo'p, buning sabablarini topish uchun benzin bakdagi moylarni to'kdik. Xo'p, mana bu yerlarni ochib ko'rdik. Bu yerdagi rezinkalari hammasi joyida. Mana shlankalarni ko'rishingiz mumkin. Yechib mana hammasining moylarini to'kdik. Mana bu yerni ochdik. Bu yerda ham ayb yo'q. Oxiri mana bu enshe degani bor ekan. Mana shuni mana bu korpusdan mana shu oralig'ida mana 4 ta boltdan yechib ko'rsak, ichidagi korpus bilan ensheni aylantirib beradigan mana bunaqa mexanizmi bor ekan. Hop, mana ko'rishingiz mumkin. Bu yeyilib mana kengayib kertiga aylanmay qolgan. Biz buni hozir tokerda bundan sal enliroq, radiusini enliroq qilib, qalinligini ham qalinroq qildik. Shtobi mana bunga o'xshab yana yeyilib ketmasligi uchun. Buning yeyilib ketish asosiy sababi buni hozir mana qalinligi 1,5 sm. Mana yaxshilab ko'rib olinglar. Biz buni 2 sm qildik. Hop, to'liq shunda tushdi. Xudo xohlasa mana bu kiradigan kertiga oxirigacha boradi, yarim bormaydi. Mana hozir buni yig'ish jarayonidamiz. Xudo xohlasa ishlaganda yana bir video qilib tashlaymiz. Kimda shunaqa muammo bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Bajonidir qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Biz ham ustozlardan yordam so'radik. Ular ham o'z maslahatlarini berishdi. Xudo xohlasa ishga tushirganda bir yana video qilamiz.